Assalomu alaykum, Islom avval obunachilar va bizni kuzatib turgan yurtdoshlar. Bugun biz sizlarga bomba narxlarda chiqamiz. Xudo xolasa, hammalarni kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan muborakbod etamiz. Bizdan smartfon xarid qilsalaring, xudo xolasa, e'tibor beringlar. Naushnikni qo'shib beramiz, AirPods. 2 xil variant, 4 xil svet. Xohlaganlaringni tanlab olasizlar. Bunaqa imkoniyat hamma har kuni va har doim ham bo'lavermaydi. Smartfonlarga zakaz beringlar. Inshaalloh O'zbekistonning qaysi viloyatdan bo'lishlaridan qat'iy nazar 12 ta viloyatga dastavkamiz mutlaqo bepul. Smartfon sotib olib, naushnikli bo'linglar. Xo'p, bizda birinchi telefonimiz S21 Plus. 5G da qo'llab-quvvatlaydi. 8256 ta 4800 match bilan jihozlangan. Holatlari o'ta ham a'lo darajada ko'rishlaring mumkin. Ideal holatda, birorta joyda qilingan, shilingan va petnolari ham yo'q. Imekalari 100% ofitsialniy o'tgan. Inshaalloh bemalol zakaz berishlaring mumkin. Men buni sizlarga hech qattiq yo'q narxda $230 qilib beraman. Hop, navbatdagi smartfonimiz S21 Ultra. Ultra avlodini qiroli, legendasi, afsona desak ham bo'ladi. 12256 talik 5000 mAh bilan jihozlangan, 2 dona seryozni qora svetda. Birorta joyda nuqta petnosi yo'q. Ideal holatda smartfon nok. O'zbekistonda biror daqiqa ishlamagan. Xudo xolasa siz birinchisi bo'lasiz. Buni narxini sizlarga $330 dan qilib beraman. Foydalanib olinglar. Xo'p, A model A82 6G128 talik 4500 mAh bilan jihozlangan. Holatlari xudo xolasa ideal holatda. Petno nuqtasi yo'q. Smartfon ko'rishlaring mumkin. Buni narxini men sizlarga $160 dan qilib beraman. Zakaz beringlar, inshaalloh maza qilib ishlatasizlar. Imekalari 100% ofitsialniy o'tgan. Navbatdagi smartfonimiz afsonaviy S15G 8 ga 256 talik. Holatiga e'tibor beringlar. Smartfon juda ham ideal holatda, 4500 mAh bilan jihozlangan. Birorta joyda nuqta petnosi yo'q. Smartfon qisqa qilib aytganda nok. Men buni sizlarga $185 dan qilib beraman. Foydalanib olinglar. Xudo xohlasa, imekalari 100% ofitsialniy o'tgan. Bemalol zakaz berishlaring mumkin. A modeliga qaytamiz. A16 5G da qo'llab-quvvatlaydi. Koreya region holatlari juda ham a'lo darajada. Birorta joyda nuqta petnosi yo'q. E'tibor beringlar. Bir dona 2 ta sim kartali Vietnam varianti. Xo'p, buni $145 qilib beramiz va 2 dona Koreya region 5G da qo'llab-quvvatlaydi. Buni $155 qilib beramiz. Holatlari juda ham a'lo darajada, svetlari ham e'tibor beringlar, juda ham neobычный svetda. Xudo xohlasa, bemalol zakaz berishlaring mumkin. Navbatdagi smartfonimiz S23 Plus 5G da qo'llab-quvvatlaydi. 8256 talik 4700 ampere bilan jihozlangan. Juda ham yoqimli bo'lgan oq svet, qorday oppoq. Holatlari juda ham a'lo darajada, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Ideal, xuddiki yangidek. Men buni sizlarga $480 qilib beraman. Xo'p, S21 Plus tanishtirib o'tdi. S22 smartfonga e'tibor beringlar. 3 xil svetda bor. Holatlari juda ham a'lo darajada. Smartfon ideal. Bunaqa tiniq smartfonlar har doim kelavermaydi, bir keladi, bir ketadi. Oq svet, neobычный. 8256 talik 3700 mAh bilan jihozlangan. Xo'p, men buni sizlarga $270 dan taklif qilaman. Foydalanib olinglar. Ro'ziviy svet, holatlari ideal holatda, birorta joyda qilingan, shilingan joylari yo'q. Xuddiki yangidek. Mana bir sveti, inshaalloh bemalol zakaz berishlaring mumkin. Navbatdagi smartfonimiz S21. Bu ham 5G da qo'llab-quvvatlaydi. 8256 talik 4500 mAh bilan jihozlangan.
smartfon inshaalloh ideal holatda ko'rishlaring mumkin. Oq sveti va hammaga birdek ma'qul keladigan violet. Donagina bor, shoshilib qolinglar, yugurib qolinglar. Smartfonlarimiz tez sotilib ketib qolyapti, narxlarimiz yaxshiligi uchun inshaalloh. Navbatdagi smartfonimiz Note 25G 8256 talik 4300 mach bilan jihozlangan. Holatlari yaxshi holatda ko'rishlaring mumkin. Men buni sizlarga $190 qilib beraman. Foydalanib qo'yinglar inshaalloh. $190dan hech kim qilib bermaydi. S21da narxini aytish esdan chiqibdi. $195dan qilib beraman. Xo'p, navbatdagi smartfonimiz S24 Ultra. 2 donagina, juda ham ideal holatda. Необычный svet, gold, limonoviy svet ham deyishadi. 12256 talik 5000 mach bilan jihozlangan, holatlari ideal holatda. Xo'p. Imeykalar 100% afsanli o'tgan, 4D sim podдержка qiladi. Buni men sizlarga e'tibor beringlar, $670 qilib berishga tayyorman. Navbatdagi smartfonimiz S23 Ultra. 2 xil svetda bor. Ko'rishlaring mumkin. 12256 talik. Bu ham 5000 mach bilan jihozlangan. Imeykalar afsanli o'tgan, 4D sim podдержка qiladi. Nosrang. Holatlari ideal holatda, xuddiki yangidek, salafallari ham olinmagan. Men bu narxni sizlarga $520 qilib beraman. Foydalanib qo'yinglar, aziz obunachilar. Xo'p, S22 Ultra oxirgi smartfonimiz 4 xil svetda bor. Inshaalloh ko'rishlaring mumkin. Smartfon ideal holatda. E'tibor beringlar, xuddiki yangidek. Bordoviy svet. Inshaalloh bemalol gaz berishlaring mumkin. Hammaga birdek ma'qul keladigan oq svet va juda ham seriyozli bo'lgan qora svet. E'tibor beringlar. Aziz obunachilar, haqiqatan narxlarimiz arzon bo'lsa, aytib o'tganimdek, kommentariyaga omad so'zini yozib ketishingizdan chiqmasin. Like va podpiska bosishni ham unutmanglar. Bizni qo'llab-quvvatlaylar. Pastda ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilib bemalol biz bilan bog'lanishlaring mumkin, yo bo'lmasa Telegram orqali Telegram kanalimizga kirib bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimiz bor. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Like'larni tas bosib tashlaylar.